Telefoningizda Telegram bor. O'sha ilovadagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Xo'jayin, uyga xush kelibsiz. To'g'risi, o'tgan qismda aytgan gaplarimdan afsusdaman. Bu o'sha yaramas bolami? Qo'yilman bolakay, jasoratli ekansan. Qurollaringizni tushiring. Nima? Qutulib qoldimmi? Uni kaltaklanglar. Iltimos qilaman, kechiringlar. Hoy, dadajon, hoy, aybsiz. Mana isbot, qarang, bosh shifokorlar tashxisi. To'xtanglar. Qiziq. Xo'y, nega meni bunday deb aldading? Agar shunday demaganimda, siz qizingizni ko'rgan ekanmasingiz yoki uni unutdingizmi? Hoy. Siz qizingizga keraksiz. Shuni ham bilmaysizmi? To'g'ri, unga hashamatli saroy bergansiz, hamda qo'riqchilar ham. To'g'ri, sizning nazaringizda u och qolmaydi. Lekin bu o'zi istagan narsa emas. Siz buni bilasizmi? Unga hozirgi paytda ota-onasining mehri kerak. Hoy. Nimalar deyapsan? Sen o'zi nimani ham tushunasan? Bu pullarni osmondan terib olganman deb o'ylaysanmi? Siam aka, iltimos qizingizni qiynamang. Bunga qarang. Bu axir. Men buni tushundim. Uning eng baxtli paytlari siz bilan birga o'tkazgan vaqtlari hisoblanadi. U istagan narsa siz bilan birga bo'lish. Chetdan qaraganda bu g'alati bo'lishi mumkin. Lekin bu uning eng katta orzusi. Sevom aka, yaxshilab o'ylab ko'ring. Men juda ham ta'sirlanib ketdim. Bu yigit menimcha Naruto'ning shogirdi. Endi esa men ketdim. Tezda qochish kerak. O'ylaymanki endi ular meni topa olishmaydi. Hoy.
Sen shunchalik tez yugura olasanmi? Unday emas. Bu mening uyimni orqa tomoni. Sen uying juda ham katta ekan. Hoy, katta rahmat. Nima bo'ldi? Nega g'oyib bo'ldi? U g'oyib bo'lmadi. Shunchaki afsun buzildi. Uning orzusini amalga oshirding. Zatung, men yana sen bilan birga ovqatlanaman. Rostini aytadigan bo'lsam, sendan buni kutmagandim. Kutmaganding? Aslini olganda bu ish men uchun umuman qiyin bo'lmadi. Problem решает. Men ketdim. Ha, sendan homiladorman deganda bilet o'ta kam yorilgandi. Ana endi esa hammasi tugadi. Xo'sh. Endi esa yana oddiy hayot kechiraman. Bularning bari hali boshlanishi. Jin ursin. Xitoycha animega ovoz berish naqadar qiyin. Bu yana nima? Farzandini tashlab ketgan ota qidirilmoqda. Nima? Nimalar bo'lyapti? Jin ursin, bu qachon tugaydi? Aslida bularning bari dunyo garima animesidek bo'lganida edi. Hech bo'lmaganda hukmdor animesidagidek bo'lganda. Yaxshi, hozir ular meni ko'rishmayapti. Hech kim meni payqab qolmasa edi. Nihoyat topilding. Yaxshiyam meni ko'rishmadi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bu judayam tanish ko'rinyapti. Hoy, ertaga men bilan uchrashuvga chiqa olasanmi? Nima? Sen hali ham meni eslay olasanmi? Qanday qilib unutishim mumkin? Hammasi uchun kattakon rahmat. Mey tata! Chaqirdingmi? Hoy, axir sen menga sehrni buzishim mumkinligini aytmaganmiding? Sen shoshib ketib qolgan eding, aytishni unutibman. Sevgining ta'siri tugagach, soxta xotira o'chirib yuboriladi. Ammo oddiy xotirani o'chira olmaysan. Shu 2 kun ichida nima sodir bo'lgan bo'lsa, uni umuman unutmaydi. Bu degani, endilikda u senga nisbatan his-tuyg'ularga ega. Shuning uchun ham oldinga qaytdi. Hoy, menga buni qiziqi yo'q. Hoziroq buni to'g'rila. Hoy, hozir menga nimadir dedingmi? Shunchaki shunday tuyulgan. Shundaymi? Xo'sh, birga uchrashamizmi? Assalom. Nima uchun sen meni chaqirmading? Demak, siz ikkingiz uchrashayotgan ekansizda. Sen noto'g'ri o'ylayapsan, Hueli. Noto'g'ri? Unda buni to'g'rilashimga ijozat berishingni so'rayman. Voy ana buni, kuppa kunduzi uyalishmaydimi? Sal qo'yib bersa, mayli qo'yib bermaylik. Sen buni tushunyapsanmi, Jen Hoyi? Mening sevgilim. Yo Xudoyim, qaniydi bir shunday qolib ketsam. Hoyi, bu nima qilganing? Oyi, nima uchun bu yerdasiz? Sen shu la'nati bolakay uchun Amerikadan uchib kelganmiding? Xonim, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ko'rganimdan xursandman. O'chir ovozingni. Hoziroq Amerikaga qaytamiz. Ketmayman. Hech kim bizning muhabbatimizga qarshilik qila olmaydi.
Men hech qachon uchrashuvlarga rozi bo'lmayman. Hoziroq men bilan ket. Yo xudoyim, mana bu tomoshani. Nima bo'lo, Saytamani shogirdimi? Bir zarbada yiqitdi. Yigitlar, hoziroq uni olib ketishimiz kerak. Xo'p, xonim. Xonim, menimcha Huili Amerikaga ketish kerak. Aytmasang ham shunday qilmoqchiman. Hoyi, ko'proq o'zingni ehtiyot qilishing haqida o'yla. Nihoyat, baridan qutuldim. U to'g'ri aytdi. Men rostdan ham o'zim haqimda o'ylashim kerak. Salom. Nega bu yerdasan? Istalgan payting paydo bo'lib, istalgan payting yo'qolaverasanmi? Yaxshisi menga to'g'ri maslahat ber. Men bulardan qachon qutula olaman? Hoyiga nimadir bo'lganmi? Anavi qiz ham shokoladdan yeganmidi? Ha, u har doim shunday bo'lgan. Bolalikdagi eng qo'rqinchli do'stim. O'ylashimcha u bilan doim yoshligimizdan beri birga o'sganmiz. Va maktabga ham birgalikda borganmiz. Xo'sh, aytish mumkinki, anchadan beri uni tanir ekanman. Bu yerda kim bor? Bu senmisan? Yo'q, sen meni ko'rmayapsan. Men yashirinib olganman. Cho'ntagimga yashirinmabsan-da. Men uni bezovta qilmasligim kerak edi. Axir ular bolalikdan do'st bo'lishgan. Men senga shuni aytmoqchi edim. Ertaga uchrashuvimiz haqida. Ertaga deganding-a? Hozirgina esladim. Buni sendan so'rashim kerak edi. Qayerda bo'ladi? Bu uchun uzr so'rayman. Men sal-pal e'tiborsizroq odamman. Agar aytsang yaxshi bo'lardi. Voy, sen uni sevib qolganga o'xshaysan. Nima? Bunga aslida sen sababchisan. Yaxshisi meni ortimdan yurishni bas qil. Qiziq, rostdan ham u meni tinch qo'ydimi? Janghuyi, biz ajralamiz. Telegramdagi Animedia rasmiy kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Asliddin. Ushbu anime homiy xohishi bo'yicha chiqarilmoqda. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr.